Tijoratdan gapiraverasiz bemalol. Shu holatga aka, mana gazablovlar keldi, ishlatdinglar, ko'rdinglar. Qanaqa sifat aka? Mana bor, ochig'ini ayta Yo'q, olasiz. sifati yaxshi, hali millilardan ko'ra. Gipslardan ko'ra. Mustahkamligi, sovuq ushlashi, Endi ashlari yaxshi ekan. o'zingiz masalan manaqa qarindosh urug', tanish bilishlar, yaqinlar bo'lsa tavsiya qilasizmi yoki Tavsiya qilmaysizmi? qilaman buni. Yaxshi. O'zingiz ishonib qilaverasiz. O'zingiz ishongan shu uy quryapsiz-da, Ashhadu. to'g'rimi aka? Tijoratdan gapiraverasiz bemalol. Boraman nima men buni. Shu bilganingizlarga ko'nglingizga qanaqa yoqdi? Yaxshi, hali millidan ko'ra tuzak. Yaxshi, og'ir ko'tarishi. Endi ko'pchilik mana internetda aka, biz nimaga bunaqa qilyapmiz? Uy egasini uyga kelib, buni ko'rsatishdan maqsad aka, hali ko'pchilikda shunaqa fikr bor, bu gipslik, hali bir tiyinga qimmat, suv ushamaydi, og'ir ko'tarmaydi degan narsa borda. Samarangizlar qatirishini hech ko'rdingizmi hech? Yo'q, hech qatirmay. Miqoqdi hozir. Miqoqdinglar. Ushadimi aka? Ushadi. Miqda o'zini ushadi, sirli narsa. Samarangiz qoqsiz aniq ushadi. Aniq ushadi. Aka, xursandmiz, ko'ngil to'ldimi? Ko'ngil to'ldi, yaxshi. Ash bir kun yuklarimizga kech qolganini hisobga olmasa, hamma o'zi. Hamma yo'q. Bo'ldi aka. Yaxshi kunlar buyursin.